Alloh taolo bandalariga o'zini balosini yuborib bo'lgan ekan u, bandalari hattoki shu baloni kelgandan ham g'aflatda qolgan ekan. O'z otamiz bilan nikoh quramiz, o'z onamiz bilan nikoh quramiz deyishdi. Tasavvur qiling, bir davlatda ikkita prezident bor. Har ikkala prezident o'zini qaror va qonunlarini chiqarishyapti. Bir oilada ikki bosh bo'lishini hazm qilish biz erkaklarga qiyin kechyapti. Assalomu alaykum aziz tinglovchim. Omonmisiz? Dunyomiz erkinlik deb atalmish narsani tom ma'noda hammaga berib yubordi. Xohlagan inson xohlagan ishini qilishi mumkin degan ma'noda qo'rqinchli, bir-biridan qo'rqinchli qonunlar va qoidalar chiqib ketdi. Birinchi bosqichda ayollar ona bo'lishdan or qilishdi va farzand tug'mayman, men ona bo'lib farzand tarbiyalab uyda o'tirishdan or qilaman deb o'zlarini ona ekanliklaridan uyala boshlashdi. Ikkinchi bosqichda esa erkaklar o'zlarini erkak ekanligidan or qilishdi va bundan buyon men erkak bo'lmayman deb 100 minglab dollarlarni sarflab o'zlaridan ayol yasashdi. Va aksincha, ayollar ham xuddi shunday o'zlarini ayol ekanliklaridan da uyalib, undan da or qilib o'zlaridan 100 minglab dollar sarflab erkak yasashdi. Keyingi bosqichda ularga bu ham kamlik qildi. Biz endi erkaklar bilan erkaklar yashaymiz. Biz endi erkaklar bilan erkaklar nikoh quramiz deyishdi. Ayollar bilan ayollar, ikki ayol nikoh quramiz, oila quramiz deyishdi. Qonun bunga ham ruxsat berdi. Undan keyingi bosqichda ular biz endi farzand tarbiyalashimiz kerak, biz farzand ko'ra olmaymiz axir deyishdi. Va ular bolalar uyidan farzandlarni tarbiyalashni o'zlariga qonuniy huquqlarini olishdi. Qonun bunga ham ruxsat berdi. Undan keyingi bosqichda bu ham kamlik qildi. Endi biz erkak bilan erkak emas, ayol bilan ayol emas, o'z otamiz bilan nikoh quramiz, o'z onamiz bilan nikoh quramiz deyishdi. Qonun bunga ham ruxsat berdi. Hattoki orsizlarcha cherkovga borib diniy nikohlardan ham o'tishdi. Undan keyingi bosqichda bu ham kamlik qildi. Endi biz umuman odam bo'lmaymiz deyishdi. Va o'zlaridan kvadrober degan bir oqim yasashdi. Kvadrober, biz endi hayvonlar bo'lamiz deb ular itlarga, bo'rilarga, har xil eshaklarga taqlid qiladigan bo'lishdi. Va o'zlaridan ana shu it, bo'ri, eshaklarni yasab ko'chalarda 4 oyoqlab yuradigan bo'lishdi. Qarashsa buyog'i chatoq. Alloh taolo bandalariga o'zini balosini yuborib bo'lgan ekan u, bandalari hattoki shu baloni kelgandan ham g'aflatda qolgan ekan. Sezmay qolgan ekan. Va buni to'g'rilashni payiga tushdi. Endi kechmasmikin? Avval boshda 15 yoshgacha bo'lgan o'smirlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni cheklashdi. Undan keyin 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar orasida ijtimoiy tarmoqni cheklashni boshlashdi. Undan keyingi bosqichda esa mana oxirgi qonunlar Yevropaning bir necha davlatlarida bir vaqtning o'zida birdaniga chiqqan qonunlarga ko'ra 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar orasida mutlaqo internetdan foydalanishni cheklashni boshlashdi. Endi kechmasmikin? Bu nimadan darak beradi? Bu erkinlikning cheklanishidan darak beradi. Erkinlik noto'g'ri berilsa juda ham yomon oqibatlarga olib kelishidan darak beradi. Erkinlik hammaga bir vaqtning o'zida xohlagan ishingni xohlagan vaqtingda xohlagancha amalga oshirasan degan erkinlik shu darajada berib yuboriladigan bo'lsa, bu juda ham yomon oqibatlarga olib kelishini insoniyat anglab yetganidan darak beradi. Endi kechmasmikin? Shulardan yana biri Britaniyada yosh bolalarni tamaki mahsulotlarini sotib olishi qonunan cheklanyapti. Ma'lumki 64 ming kishi har yili Britaniyada chekish sababidan o'ladi. Yana 400 ming kishi chekish sababli, chekish oqibatlaridan kelib chiqqan kasalliklar sababli kasalxonalarga, shifoxonalarga yotqiziladi. Va nihoyat, erkinlik har doim ham yaxshi oqibatlarga olib kelmasligi, erkinlikda ham hattoki cheklovlar bo'lishi kerakligini Yevropa xalqlari, Yevropa hukumatlari tushunishni boshlashdi.
Ajab emas, yaqin yillarda oila kodekslariga ham o'zgartirishlar kiritilsa. Chunki eng katta muammo oila kodekslarida turibdi. Er-xotinlik munosabatlarida turibdi. Oila kodekslari shunday shakllantirilganki, er-xotin qiyomatgacha bir-biri bilan murosai madora, mehr-muhabbat bilan yashay olmaydigan qilib shakllantirilgan. Ular hech qachon bu qonunlarga ko'ra, ular hech qachon bir-biri bilan mehr-muhabbat bilan, samimiy ishonch bilan yashay olmaydigan qilib shakllantirilgan. Oiladagi ajrashishlarning eng katta sabablaridan biri bu ayollarga berilgan cheksiz, hududsiz huquqlar. Hattoki erkaklarnikidan 2-3 barobar ko'p bo'lgan huquqlarni ayollarga berilishidir. Bu narsani esa biz erkaklar qabul qila olmayapmiz. Chunki bir oilada 2 bosh bo'lganday bo'lib qolayapti. Tasavvur qiling, bir davlatda 2 prezident bor. Har ikkala prezident o'zini qaror va qonunlarini chiqarishyapti. Bu davlatda qanday bosh-boshdoqlik bo'ladigan bo'lsa, oilada ham xuddi shunday narsa ro'y beryapti. Ham erkak bosh, ham ayol bosh. Hech kim yordamchi emas. Ham erkak podsho, ham ayol podsho. Hech kim vazir emas. Bu yerda ayollar ham o'zlariga berilgan huquqlarni suiiste'mol qilishyapti. Bu berilgan huquqlardan o'ta qo'pol ravishda foydalanishyapti. Erkaklar ham majbur xalqaro qonunlarga bo'ysunmasa bo'lmaydi deb bu qonunlarga bo'ysunishga majbur. Lekin qiyin kechyapti. Bu narsani hazm qilish, bir oilada 2 bosh bo'lishini hazm qilish biz erkaklarga qiyin kechyapti. Bu xalqaro qonun va huquqlarni hamma davlat har xil hazm qilyapti. Bu huquqlarga xalqaro qonunlar ekan deb bo'ysunib, mana shularni asosida yashayotgan davlatlar kesimida qaraydigan bo'lsak, Yaponiyadagi davlat tanazzulga uchrayapti. Tug'ilish nihoyatda kamayib ketgan. Insonlar oila qurmay qo'ygan. Oilaga, ayollarni erkaklarga va erkaklarni ayollarga bo'lgan ishonchi kamayib ketgan. Bir-birlariga ishonmay qo'yishgan. Oila instituti allaqachon tamom bo'lgan. Turkiyadagi davlatni oladigan bo'lsak, ularda ham xuddi shunday. Oila qurishga bo'lgan ishonch nihoyatda kamayib ketgan. Insonlar qiziqmay qo'yishgan. 40 ga kirgan yigitlardan nega oila qurmayapsan deb so'raydigan bo'lsangiz, kerak emas deyapti. Nega oila qurmaysan, o'zingdan nasl, farzand qoldirmaysanmi axir desangiz, ko'ryapman amakimni, oilasi bilan ajrashgan. Ko'ryapman akamni, oilasi bilan ajrashgan. Ko'ryapman opamni, ajrashish masalalari, sudma-sud yurishdi, har kuni janjal, har kuni g'urbat, uy-joy masalasi, mulk talash. Kerakmi menga shu narsalar? Kerak emas, uylanmayman deyishyapti. Oila akademiyasi bunaqangi tarzda tanazzulga uchrayotgan davlatlar nihoyatda ko'p. Bu keltirilgan davlatlarim o'ziga to'q, rivojlangan davlatlar. Agar siz aytsangiz, musulmonlarda bunday muammo yo'q, musulmonlarning o'zlarining aqidalari bor, musulmonlar ana shu aqidalariga tayanib mustahkam hayot kechirishadi deydigan bo'lsangiz, mana musulmon davlatlariga misolni keltirdim. Agar bu qonun qoidalar, bu xalqaro gender tenglik deb atalgan qonun qoidalar demokratik, rivojlangan davlatlarga to'g'ri keladi, nomusulmon davlatlarga to'g'ri keladi deydigan bo'lsangiz, Yaponiyadagi davlat ham gender tenglik shiori ostida chiqarilgan bunday xalqaro qonun qoidalarni aslida oilani tanazzulga uchratish uchun chiqarilganligini o'zlarini boshidan kechirishmoqda. Bu jarayon har qanday davlatda nihoyatda qiyin kechyapti. Balkim kelajakda oiladagi 2 hokimlik, ham erkak hokim, ham ayol hokim bo'lgan holatni yoki yana ham to'g'riroq aytadigan bo'lsam, hech kim hokim bo'lmagan holatda yashashni o'rganib olarmiz. Biz erkaklar mana shuni hazm qilarmiz balkim kelajakda. Balkim kelajakda ayollar o'zlariga berilgan mana shunday haq-huquqlardan qo'pollarcha emas, balki to'g'ri yo'lda tartibli foydalanishni o'rganib olishar. Ishqilib kelajakda nimadir bo'ladi-da. Gender tenglik avj olib rivojlanayotgan bir vaqtda yana bir ayollar guruhi chiqqanki, ular ham gender tenglik bergan huquqlardan to'laqonli foydalanishyapti, ham yana erkak ta'minotchi bo'lish kerak degan majburiyatni ham erkaklarning bo'yniga qo'yishyapti.
Aslida gender tenglik asosiga qaraydigan bo'lsak, erkak ayol oldida hech qanday moliyaviy majburiyati yo'q. Ya'ni erkak oilani ta'minlashga majbur emas. Erkak ayol teng bo'lgandan keyin ular ro'zg'orni butlashga ham teng mas'ul. Lekin bu guruh ayollari nafaqat o'z huquqlarini erkaklar bilan teng bo'lishini xohlashyapti, balki erkaklar avvalgidek ta'minotchi bo'lishini ham xohlashyapti. Lekin bu ta'minotchilik avvalgidan farq qiladi. Ancha farq qiladi. Avval boshda din esiga tushib qolyapti-da, mahrga uy, mashina bersin deyishyapti. Keyin ro'zg'orimni 100% butlab qo'ysin deyishyapti. Keyin meni xohishlarimni ko'z qarashimdan tushunib, o'zi bilib orzularimni ro'yobga chiqarsin deyishyapti. Keyin menga motivatsiya berib tursin deyishyapti. Qarasa erkak hammasini amalga oshiryapti. Keyin nima deb talab qo'yishni bilmasdan erkakka o'xshab meni urmaydi deyishyapti. Ursa, olib borib qamoqqa tiqishyapti. Faqat eriga ber deyverib, lekin eriga hech narsa bermaydigan, na mehr, na xizmat beradigan ayollar eridan ajrashib olib, farzandlarini tirik yetim qilgan ayollar, zato men bolalarimni yaxshi tarbiyalayapman deyishyapti. O'g'lim har kuni ishga ketayotib, qo'limni o'pib ishga ketadi. Ishga borgandan keyin kun bo'yi mendan 2 marta telefon qilib hol-ahvol so'raydi. Onajon yaxshi o'tiribsizmi deydi. Mana men o'g'limni yaxshi tarbiyalayapman deb ko'ksiga urishyapti. Siz farzandingizni yaxshi tarbiyalayapsizmi yoki yomon tarbiyalayapsizmi? Buni hozir bila olmaysiz. Farzandingiz uylangandan keyin bilasiz. Qizingiz turmushga chiqqandan keyin bilasiz. O'g'lingiz uylangandan keyin ham sizni qo'lingizni har kuni o'pib ishga ketarmikin? Kun bo'yi 2 marta telefon qilib onajon yaxshi o'tiribsiz deb sizdan hol-ahvol so'rarmikin? Yoki siz meni xotinimga kun bermayapsiz ona deb xotinchasini olib alohida yashab chiqib ketarmikin? Qizingiz o'zini eri bilan tinch totuv yasharmikin yoki u ham bitta bolali yoki ikkita bolali bo'lib olib, yumaloq yostiq bo'lib boshingizga kelarmikin? Chunki farzand tarbiyasi sizni aytgan gapingiz bilan bo'lmaydi. Farzand tarbiyasi amaliy bo'ladi. Siz o'zingizni qilgan ishlaringiz uchun eringizdan shuncha yil mobaynida biror marta kechirim so'ramagan bo'lsangiz, buni azobini birinchi navbatda qizingiz tortadi. Chunki qizingiz ham o'zini qilgan noto'g'ri, nojo'ya qilgan ishi uchun eridan kechirim so'ramaydi. Farzandlari tashlab ketgan insonlar it va mushuklarni boqishyapti. Ana o'sha it va mushuklarga mehr berib, ulardan mehr olishyapti. Chunki it va mushuklarni silaydigan bo'lsangiz, ular oldingizga kelib boshini qo'yadi. Sizni mehringizni oladi va sizga mehr beradi. Lekin farzandlar ana shu itchalik ham bo'lishmayapti. Ayol hech qachon nima haqida o'ylayotganini aytmaydi. Faqat nimani his qilayotganini aytadi. Eriga hissiyotlarini to'kib soladi. Erkak hech qachon sizga nimani his qilayotganini aytmaydi. U faqat nima haqida o'ylayotganini aytadi. Erkak mantiqiy o'ylaydi va mana shu o'yini sizga aytadi. Mana nima uchun janjal kelib chiqadi? Chunki ular bir-birini eshitib tushunyapman deb o'ylashadi. Ayol kishi yo'qol, ko'zimga ko'rinma desa, unday qilmang. Chunki u hozir shunday hissiyotlarni boshdan o'tkazyapti. U aslida bunday qarorga aqli bilan kelmagan. Shunchaki hissiyotlariga bo'ysunib shu gapni aytdi. Agar eringiz sizga qarab, o'zingni ahmoqlardek tutyapsan desa ham ishonmang. U sizni ahmoqsan deyotgani yo'q. Bu degani u hozir sizni ahmoqlik qilyapti degani. Sen har doim ahmoqsan degani emas. Ayollar hissiyotchan, erkaklar esa mantiqiy fikrlaydilar. Hozirgi paytda ajrashish sudlarida qatnashadigan bo'lsangiz, keltirilayotgan sabablarni eshitib yoqa ushlaysiz. Ayollar erlariga nima deb ayb qo'yishni bilmasdan u meni uradi deyishyapti. Endi hamma erkakka qaraydi. Endigi masala erkak ayolini urmaganligini isbotlash kerak. Ayoli eri uni urganini emas, eri ayolini urmaganini isbotlash kerak. G'alati emasmi? Tasavvur qiling, men sizni soatimni o'g'irlaganlikda ayblayapman. Endi siz meni soatimni o'g'irlamaganligingizni isbotlashingiz kerak. Qanday qilib isbotlaysiz?
Siz uni qilmagansiz-ku. Siz qilmagan ishingizni qanday qilib isbotlaysiz? Aslida men sizni meni soatimni o'g'irlaganligingizni isbotlab bo'yningizga qo'yib berishim kerak. Lekin hozirgi kunda buni teskarisi talab qilinyapti. Ayollar ham anoyi emas. Erim meni uradi deganda o'ta puxta o'ylab bu qarorga kelishgan. Tasavvur qiling, sudya ayoldan so'radi: "Nega eringiz bilan ajrashmoqchisiz?" dedi. Agar ayol aytsa, "Erim toparman, tutarman emas, yaxshi pul topmaydi" desa, eri qo'sha-qo'sha uylar olib tashlagan. Hattoki chet elda ham uylari bor. Qo'sha-qo'sha mashinalari bor. Otasiga ham hattoki mashina olib bergan. Agar erim sog'lom emas deydigan bo'lsa, 40-50 yoshda ham eri 18 yashar yigitlarday qirchillama sog'lom holatda turibdi. Agar erim to'shakda noqobil deydigan bo'lsa, 3-4 ta bola qayerdan dunyoga keldi? Agar bu farzandlar erimdan emas deydigan bo'lsa, buni ham zamonaviy meditsina 3-4 daqiqada hamma farzandlari erda ekanligini chiroyli qilib isbotlab beryapti. Oxirgi chora esa erim uradi degan tuhmat bo'ladi. Endi hamma eriga qaraydi. Chunki odatda 90% odam bu narsaga ishonadi. Nimaga? Sababi odatda hayotimizda ayollar mazluma, erkaklar esa zolim. Nomard o'z xotiningni ham urasanmi? Shunaqa ham pastkash bo'lasanmi deyshadi va erga o'qrayib, yomon ko'z bilan qarashadi. Gumonsirab qarashadi. Endi er bechora xotinini urmaganini isbotlash kerak. Germaniyada yashash narxlari juda qimmat. Shaxsiy uy, shaxsiy avtomobil juda qimmat. Juda kamchilik odamlarning shaxsiy uyi, shaxsiy mashinasi bor. Odamlar bugungi kuni bilan yashaydilar. Ertangi jamg'arish haqida o'ylashmaydi. Shtraflar juda katta. Har qadamda har bir qilgan ishingga otni kallasida shtraf. Lekin shunday bo'lsa ham ular bizdan yaxshi yashaydi. Nega? Chunki ular qimmat to'ylar qilmaydi. Dang'illama uy qurmaydi. Bitta to'y uchun 10-20 yillab oilasidan uzoqda pul topib, farzand tarbiyasidan kechmaydi. Agar biz ham orzu-havasimizni tartibga solsak, hayotimiz go'zal bo'lib ketadi. Men bu gapni ko'p aytaman. Biz o'zbeklar ancha-muncha davlatlardagi insonlardan yaxshiroq yashaymiz. Ham yeb-ichar masalasida, ham kiyinish masalasida. To'y-to'qim, hoyi-havaslarni gapirmadim. Orzu-havasni amalga oshirishda bizda boy-u kambag'al bir xil. Odamlarni qilayotgan hashamatlarini ko'rsangiz, bu axir kambag'al, kunini zo'rg'a ko'rayotgan odam edi-ku demaysiz. Xuddi millioner boylarday to'y tomoshalar, o'tirishi tug'ilgan kunlar qilishadi. Ayollar erlariga to'liq bo'ysunmaguncha, erlar o'zlarini salohiyatlarini namoyon qilib hayotga tatbiq qilisha olmaydi. Agar erkak ayolidan yoki onasidan har kuni dakki eshitaveradigan bo'lsa, bu erkakni yaratuvchanlik hissiyotlari o'lib boraveradi. Har bir qilayotgan ishidan noto'g'ri ekanligini ayolidan yoki onasidan eshitaveradigan bo'lsa, bu erkak o'zini hayotda chiroyli namoyon qila olmaydi. Na pul topishda, na hayotga chiroyli g'oyalar berishda, na romantikada. Alloh oila atalmish qo'rg'onimizni asrab avaylashimizda o'zi yordamchi bo'lsin. O'zini Rob, tarbiya kunanda sifati bilan bizlarni to'g'ri yo'lidan adashtirmasdan bu hayot so'qmoqlardan chiroyli o'tkazsin. O'zi yor va yordamchi bo'lsin. Like va obuna tugmalarini bosishni unutmang. Izohlardagi fikrlaringiz meni keyingi roliklarimga mavzu bo'ladi.